$100 beraman. Do'stlar, va nihoyat biz Jizzaxga keldik. Nedik showni boshlaganini hozir sizlar bilasizlar. Omadli yo'lovchini aniqlaymiz. Biz Zomin dehqon bozorida oldamiz. Bitta ishtirokchini aniqlaymiz do'stlar. Shuncha pul ketadi hozir, qarab turinglar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Qarang, sizga bitta taklif bor-da, omadli yo'lovchi bo'ldingiz hozir. Agar ko'rgan bo'lsangiz, nedik show, men hali video olib turaman. Peshkom bor. Ha, shunday. Mikrofon taqolsangiz bo'ladimi? Bo'ladi. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Nima Qarang, sizga hozir men shuncha odamni oldida bitta shans beraman-da. Hop. Mana pul, nedik show boshlaganman. Bu yerda hozir 500 ming. Sizga shunday shans beraman, hozir qarang. Xohlasangiz agar Sirdaryo bor, bilasiz, Sirdaryo viloyatiga borib, Sirdaryo bu daryoni bo'yida shunda rasmga tushib, Sirdaryodan bitta tirik baliq olib kelsangiz, $100 beraman. Bundan tashqari yana. Yo, buni hozir beraman 500 ming. Kelganingizdan keyin 700 ming beraman. Yaxshi. Sharti qanaqa bo'ladi? Qanaqadir vaqtda bajarishim kerak emasmi? Yo'q, sizga cheklov yo'q. Necha soatda borsangiz ham men. Lekin bu yerda bo'lmayman. Men Zomin Ma'mur Shashli degan joy bor ekan. Eng zo'rlar. O'sha yerda bo'laman agar. Bo'ldi, yaxshi. Ma'qulmi? Borasizmi? Ma'qul. Bo'ldi. Ozroq pul kerak bo'lib turadi. Ha, bo'ldi. Men daryoga borib shuni rasmga tushib, baliqni olib kelsangiz 700 ming beraman, va'da. Bo'ldi mana. Ko'ryapsizlar, haqqoniymi? Beraverasiz shunday. Ha? Men ham bor kelaman. Bo'ldi. Omadli yo'lovchi bo'ldi bular. Bo'ladi. Xullas aka, omad sizga. Biz Ma'mur Shashlida kutamiz sizni. Bo'ldi, ko'rishamiz. Bo'ldi aka. Mikrofon qolib ketdimi? Savol. Narsam yo'q, просто men uchunmi? Yo'q, haqiqiy. Sizga ham o't patiska bo'lgan bo'lsa, sizga ham hozir yutuq bor mana. Bo'ldi. Va nihoyat do'stlar, akamiz 7 soat degandan Sirdaryodan baliqni qo'lga ushladingizmi yoki sotib oldingizmi? Sotib oldim. Sotib oldim. Rasmga tushdingizmi Sirdaryoning bo'yida? Albatta. Shu va'da qilganimizda yo'lda ko'rdilaring, akamiz yo'ldan chiqib qoldi, omadli yo'lovchi bo'lib, qo'llariga 500 ming berib, qaytib kelsangiz 700 ming beramiz deb va'da qilgandim, ko'rib videoni. Xullas, mana qaranglar. 200, 400, 500, 600, 700 mana va'da aka. Halol mana. Mana xolis. Do'stlar, keyingi viloyat endi mana birinchi viloyat Jizzax bo'ldi. Ikkinchi viloyatda $200 beriladi. Yo'q, qana. Shoshiling. Nechta viloyat bor endi? Yana 10 ta viloyat bor. Yana 1200 bo'ladi. Wow, $1200. Yo'limdan chiqib qolgan insonga omadli yo'lovchi bo'lib, menga obuna bo'lsa, men obuna bo'lganlarga ham podpiska qaytarib, ham obuna bo'lib, ham shunaqa shans beriladi. Viloyatdan viloyatga jo'natiladi. Viloyatga borib kelguncha men o'sha zonadan qimirlamayman. Shunday. Keyingi viloyat qaysi bo'lsin do'stlar, kommentga yozib ketinglar. Faqat vohani yozinglar, hozir vodiyga qaytarilmaymiz. Chunki uzoqlashgan sari uzoqqa jo'nataveramiz. Davay do'stlar, akamiz qalay bo'ldi taassurotlar? Shunchaki yo'lda ketayotgandim xayol bilan. Aka yo'ldan chiqib qoldilar. Omadli yo'lovchi bo'ldingiz. Endi keyingi viloyatga borganda aynan sizdaqa insonni yo'ldan tanlab, yana qaysidir viloyatga jo'natamiz. Endi bu yoq $200. Biz yo'lga chiqdikmi o'zim? Jizzaxliklarga kattakon rahmat, akalarimiz meni zo'r qilib mehmon qilishdi. Kattakon rahmat akamiz. Do'stlar, Umraga ketadigandan keyin mehmon bo'lib ketdi bizda. Bu yana qaytib keldi. Ko'rasizlarmi? Shunaqa do'stlar. Bizda Ma'mur Shashli degan odam Makkadan qaytib keladi. Eslaringdan chiqmasin. Davay do'stlar. Gazini bosasizlar mana. Zominda eng zo'rlar. Mana. Kelaverasizlar.